Maktabda o'quvchiga kulish mumkin bo'lmagan nimagadir. Mana hozir esimga tushyapti. Nimagadir har doim kulsak men achib ketdim kulyapsan yoki nimaga kulyapsan? Deyja orar, nimaga kulyapsan? O'tiribmizmi? Nimaga kulyapsan sen? Prosta. Yeseningni sharpasi qitilayapti meni. Ustoz men qayerdan bilaman? Kulgili narsa eshitganim uchun kulayotgandirman. Ustoz sal o'ylaychi. Chiq aytib ber bizga ham. Kulaylik biz ham. Eshitaylik, bira. Bo'ldi mana. Mana kecha 2-soat hojatxonaga ulgurmay qolgan ekan. Eng qizig'i bu 5-soatda biz bilan birga ketgan uyga. Davomini ham aytaymiz. Nimasi kulgili shuni? Qarang, men jinniman u. Bo'ldi, 2 qo'ying unda menga. Kulmaydigan narsa kulib qo'ygan uchun degan anaqa ham bor-ku, to'g'rimi? Maktabda kulmaslik degan qonunni ham o'ylab topyapsiz-ku. Davay 2 qo'ying. Erta ota-onamni chaqirib bo'ldi уже. Meni kulgushunosga ko'rsatishib yuborsin. Kech qolib ko'rsangiz darsga devorga qarab qo'yadi. Dars oxirida o'zingga xulosa chiqardingmi? Devorga qarab qanaqa xulosa chiqaraman? Devorga qarab chiqardim, keyin safar kech qolsam kirmayman darsga. Shu xulosa.